Diqqat. Agar bir kishining maqsadi, intilishlari oliy bo'lsa, mana shu oliy maqsadlarga yetish uchun qanaqa imkoniyat kerak bo'lsa, Alloh taolo shu bandasiga ato qiladi shuni. Yana qaytarib aytaman. Agar bir kishining maqsadlari, intilishlari oliy bo'lsa, oliy maqsadda yashasa, uning shu oliy maqsadiga yetish uchun oliy imkoniyat va oliy qudratlarni Robbisi ato qiladi. Endi tushunali bo'ldimi Buxoriy nimaga ulgurganiga? Har bir kishiga uni talablariga yarasha imkoniyatlar ochib qo'yiladi. Masalan, bir odamni bor yo'q orzusi nima hozir? Sredniy odamni olinglar, o'rtacha odamni olinglar, nima orzusi? Pul, xotin, mashina, uy, ifsio. Odam borki xato qiladi, adashadi, tuzaladi, buziladi, to'g'ri ish qiladi, xatoga yo'l qo'yadi, ammo haqqul mubin bu Alloh subhanahu va taoloning o'zi. Yolg'iz Alloh taoloning o'zi siz bilan bizni yaratdi. Bu borliqni paydo qildi. Siz bilan bizni mana shu dunyoga kiritdi. Ana shu inson alal oqibat Allohning huzuriga albatta qaytib boradi. Shuning uchun birodarlar, so'zimni boshida aytdim, har qanday insonni bu dunyoda yashayotgan paytda maqsadi saodatli bo'lish, baxtli bo'lish, salomat bo'lish. Albatta Alloh hayolidir. Buni qanaqa tushunamiz? Alloh hayoli zot. Alloh hayoli va karim zot. Allohning hayosi qaysi ishda ko'rinadi? Agar banda ikki qo'lini ko'tarib, "Ya Rob" deb hojatini so'rasa, qo'lini quruq qaytargani hayo qiladi dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Banda qo'lini ko'tarib Allohga "Ya Rob" deb hojatini so'rasa, quruq qaytargani hayo qiladi dedi. Mana Alloh taoloning hayosi. Yana birodarlar aytiladiki, hayo hayotdan, ya'ni tiriklikdan. Qalbida hayosi bor odam, demak tirik odam. Endi qalbida hayosi bo'lmagan odam o'lik odam. Hayo tirik qalb, behayolik o'lik qalb. Insonning qalbi qanchalar tirik bo'lsa, demak uni hayosi ham shunchalar komil bo'lib boradi. Muhammad alayhisalomga salovat aytishning samaralari. Salovatni ko'paytgan odamga savoblari 10 barobar ko'paytiriladi. Darajasi 10 barobar ko'tariladi. 10 ta gunoh o'chiriladi. Qiyomatda shafoatga ega bo'ladi. Alloh taolo uning g'amlariga o'zi kifoya qiladi. Maloikalar unga salovat aytadi. Allohning amrini bajo keltirgan bo'ladi. Duolarning ijobati bo'lishiga sabab bo'ladi. Mo'min kishi salovatni ko'paytar ekan baxilligidan omon bo'ladi. Baraka kelishiga sabab bo'ladi. Qiyomat kuni bandani qadami sobit bo'ladi. Allohga yaqin bo'ladi. Dunyo oxiratda maqsadiga erishadi. Rahmat eshiklari ochiladi. Payg'ambarga salovat ko'paytgan kishiga payg'ambarimizga bo'lgan muhabbati isboti topiladi. Faqirlikning yo'q bo'lishiga sabab bo'ladi. Musulmonning qalbi tirilishiga sabab bo'ladi. Rasulullohga manzilat jihatdan yaqinlashadi va yana bundan boshqa 100 dan ortiq fazilatlarga, xayriyatlarga ega bo'ladi. Kim? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga salovat etgan kishi.